bilasizlar, dam olish kuni. Bugun klinikada qabulda emasman, lekin bugun navbatchilikda biz uchun juda ham qadrli bo'lgan inson, ya'ni Dildorani, ya'ni bosh hamshiramizni, mani klinikadagi o'ng qo'limni Dildorani tug'ilgan kuni rahmat. Demak, hozir Dildorani tabriklaymiz. Demak, biz уже klinikadamiz. Dildora o'zini xabari yo'q. Dam olish kunida men komandimga keldilar deb hayron bo'ladi. Nega ko'rmaysan? Umring uzoq bo'lsin, bolalaring rohat bilan ko'rgan, holingni o'g'li bilan qo'shib Oddiy bo'lsa ham kelganingizga. kelmasam bo'lmas, qanaqa kelinglar. Sizni yaxshi ko'raman, dunyoda eng yaxshi odam sizsiz. Mana sen juda ham yaxshi Oxirgi birga bo'laylik. Men uchun juda ham qadrlisan. Rahmat. 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 Assalomu alaykum, Sevalichka. Tabriklamaysanmi? Qalaysan? Rahmat kattakon. Salom keldingmi? Sen oddiy deb o'yladingmi? O'zimcha xayolim bor. Biz oddiga qaramaymiz, unaqa qarang. O'zimizga qadrli bo'lgan odamlarga Rahmat kattakon. sog' bo'l. Seni yaxshi ko'ramiz. O'zing yo'q. Mana shu kunda ham ishlayapti, mana ishlayapti. Rahmat kattakon. Ishlamasa bo'lmaydi-yu. Mayli, O'zimcha avor bo'lsa rahmat.